Bismillah, assalomu alaykum. O'zimiz Ultarma chorrahasiga kollejda yoniga ustaxona tushyapti. Mingtacha mo'ljallashgan 2 etajli bo'ladi dedi. Mingtacha ketmasa ham bir 700 ta 800 ta ketsa kerak. Bizning taxminim bo'yicha, ular taxmini bo'yicha 1000 ta hisoblashgan. Gazovlarni olib kelishda davom etyapmiz. Markaz D600 markali. Bittasi 27-28 kilo chiqadi. Mana hozir usta kelamiz. Ekonom variant qilib, sementovoy loyiha qilib urib ketishyapti. Kafillikdan ko'ra arzonroq tushadi. Ham baquvvatroq chiqadi.